Jamashuda kirib yashashga tayyor 2 xonali domimiz sotilyapti. Kiraslari shunda yashaverasizlar. Hech narsa ko'tarib kirmaysizlar, faqat kiyimlaringni olib kirsalaring bo'ldi. Mana shu 4-qavatda joylashgan domimiz, qani ketdik, kirib ko'ramiz. Ketdik, mana podyezdlarimizni ko'rib turibsizlar. Nihoyatda chisti, ozoda. Bu yer yangi qurilgan domimiz. Mana shu domda 4-qavatida joylashgan 2 xonali domimiz. Xudo xolasa kirib hamma sharoitlari bilan birma-bir tanishamiz. Bu yerda olsalaring o'sha eng tepada joylashib olasizlar. Fitness klublar ham shart emas. Endi kirasizlar, xudo xolasa svetlar yoqib. Go'zal. Hop, kelaveringlar. Mana bu koridorimiz. Koridordanoq ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Mana shkaflar tayyorlab qo'yishgan o'zlari uchun. Hamma sharoitlarni qilishga, mana yoqdan olsangiz bu ko'rinadi. Bu yoq kiyim ilishga, mana bu yoq kiyim taklashga mo'ljallangan joylarimiz. Tepada yana alohida polkalarimiz bor. Xudo xolasa, mana bu yozuvni alohida oling. Mana tepadagini aylanib o'tib oling. Ana buni bitta olib qo'ying. Alloh va payg'ambarimizni. Hop. Ketdik. Bu yoqdan ekan. O'sh qaranglar. Bu yoqda kirganimizda ham bitta xonamiz, bu yerda ham alohida shkaflar qilingan, bu yer taxmon. Ya'niki ko'rpalarda, ya'ni ko'rpachalarni bemalol taxlab qo'yishimiz mumkin. Bunisi ham xuddi mana shunday tarzda yasatilgan, tepasiga ham yana o'sha bo'ylaring yetsa, bir balonlarni qo'yishlaring mumkin. Wi-Fi'largacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Mana bitta olib qo'ying. Wi-Fi'lar, ichimlik suvlari va svetlar kirgan bu domimizga. Xullas, kirib yashashga tayyor, hech narsa ko'tarib kelmaysizlar, faqat kiyim-kechakni olib kelsalaring bo'ldi. Bu yog'i mana ko'rib turibsizlar, oshxona. Oshxonada bu yer gazlashmagan, sababi yangi qurilgan domligini hisobiga mana hattoki kotyoli ham o'sha elektrический kotyoldan o'rnatilgan. Endi uyda egalarining yechimlarini qaranglar. Gaz balon qo'yib olishgan o'zlariga propan. Mabodo buni o'sha tepaga ko'tarib chiqmasdan pastga alohida o'sha qutichaq qo'yib o'shaga moslasa bo'laveradi. Xo'sh, endi ko'rib turibsizlar, kuxniy uголокlarimiz bor, gaz plitalari bor mana. Propanda ham ishlayveradi, tokda ham ishlaydi bular. Xolodilnik, gilam parda hamma yo'q joyida. Hop, bu yoqda yana alohida o'zlariga mana banka-sankalarga chiroyli qilib akkuratni joylarini qilib qo'yishgan ekan. Juda zo'r. Qaranglar. Ammo haqiqatda mehr berib yashash uchun qilinganligi bilinib turibdi, xudo xolasa. Ketdik endi narigi xonalarni ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Ochkina mashina qo'yib turay. Hop, endi bizda yotoqxonamiz qolyapti. Yotoqxonada ham konditsionerlarimiz bor. Asosiysi hozirgi kunda mana dolzarb, bugun 29-iyulda olinayotgan video televizorlar, trimovlarimiz va mana 2 kishilik divanlarimiz mavjud. Va mana bolalar uchun o'sha eski o'zlarining shkafchiklarini ham qo'yib qo'yishgan, bu yoqda o'sha ilishimiz uchun va bu yoqda mana taxmon. Kiyim-kechaklar taxlab qo'ygani. O'ta akkuratni, ozoda joy. Mana shunaqa. Endi bu domda narx-navosini gaplashamiz, faqat mana bu joyda sanujelda bitta ko'rib chiqamiz. Bu yerda gapirish mumkin emas. Zo'r, menimcha tushundilaring, u alohida dushlari, sanma hojatxonalari va oyoq kiyimi qo'ygani alohida mana bu taxmonlari ham bor. Bu yoqda o'sha. Xullas, mana shunaqa bu domimiz, ya'ni ko'rib turibsizlar, hamma sharoitlari mavjud. Kirib shunday kiyim-kechakni olib kirib yashaveradigan joyi. Hop, endi narx-navolarini aytadigan bo'lsak, qaranglar, bu dom kredit asosida olingan, 20 yillik kredit asosida olingan, 1 yil to'lab bo'lingan. Oyiga 3,448,000 so'mdan to'lab turishibdi. Subsidiyani 4 yil amal qiladi. 4 yildan keyin o'zi pulning inflyatsiyasini hisobi bilan endi aytganda 3,900,000 dan o'zi normal menimcha summa bo'lib chiqadi. Endi bu yerda narxini aytadigan bo'lsak, 15,000 kelishadigan joylar bor. Hech narsa olib chiqib ketmaydi. Hamma narsa qoladi. Faqat kiyim-kechaklar bilan idish-tovoqlar chiqib ketadi xolos. Shunday kirasizlar, yashaverasizlar. Mana gilam, parda hamma yo'q shu mana shu yangi egasi uchun qilib qo'yilgan ekanda, kim olsa ana shu mazza qilib yashaveradi. Podyezdlarni ko'rdilaring, chisti, toza. 4-qavatda joylashgan domimiz. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani, Jamashuv shaharchasining markazi. 6-bog'chaning yonida joylashgan mana shu yangi domlarimizni videoda ko'rib turibsizlar. Joker mo'ykani oldidan kirib kelsalaring bo'ladi. Lokatsiyasini
Telegram kanalimizga tashlab boramiz. Telegramga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa yaxshi joylarni lokatsiyasi bilan tashlab boramiz. Endi bundan buyon YouTube'ga ham alohida video qilamiz. YouTube, Instagram, Telegram hammasiga qo'yib boriladi. Kanalda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Makillamam qolasi to'g'rani. Qarang. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa yaxshi joylar chiqarib boramiz. Uy loyihalar bo'yicha ham bizga murojaat qilaverasiz, sog' bo'linglar. Domimiz haqida yana bitta ma'lumot. Mabodo siz uchastkani sotib turib dom olmoqchi bo'lsangiz, barter qilish imkoniyatlari bor. Ustini gaplashaveramizda, barter qilib yuboramiz. Agar mabodo kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqaverasiz. Endi bu yerda manzilni aytadigan bo'lsak, mana shu 6-bog'cha tomondagi yangi qurilgan domlar. Bu yoqqa ketsak, 6-bog'chaning ko'chasi, bog'cha yaqin, yaxshi tarafi. Hop, do'konlar ham mana ana shu domning yonida do'kon ham bor. Undan ham muammo bo'lmaydi. Bu yoqda ham do'kon bor. Mashina yuvgani mo'ykalar, maktab, bog'cha hamma yo'g'i yaqin. Xudo xolasa, Jo'kar mo'ykani oldidan kirib kelsalaring bo'laveradi. Manzilimiz o'sha Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy shaharchasi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizdan topasizlar. Mingbuloqda deb yozsalaring chiqadi. Yashil belgili kanal. O'shanga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa, bu yerlarni hammasini kanalimizga sotuvga chiqqan joylarning hammasini lokatsiyasi bilan tashlab boryapmiz. Bu domimizda mana 3-padezda 4-qavatda joylashgan 2 xonali domimiz. Sharoitlar ko'rdilaring. Men shuncha uylarni reklama qilganimda ichida bunaqasi yo'q edi. Bu birinchisi, ammo zo'r ekan. Puliga stoyit $15,000, $200 o'tib bering xolos deyaptilar, barakasi. O'zimizda sotuvda aloqaga chiqaverasizlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzatib turing. Xudo xolasa yaxshi joylar chiqarib boryapmiz, sog' bo'linglar. Agar sizlarda ham sotilayotgan joylar bo'lsa, o'sha reklama qilaverasizlar, xudo xolasa reklamaga, ya'ni qilib beraveramiz, aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'ling.